Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamasdan tinchmisizlar? Akalar, hozir Fransiyadaman. Zagruzkaga qarab ketayotgandim. Mashinam pustoy. Mana, mashina pustoy. Umuman parking emas bu. Natsionalka ko'chani girdida. Bu yog'i Uzumzor. Seli Uzumzor. Kichkinagina natsionalka ko'chacha. Bu yerga nima uchun to'xtadim akalar? Bitta narsani ko'rib qoldim. Sizlar uchun ma'lumot olish uchun обязательно to'xtab video olaman, shu narsani ko'rsataman deb to'xtadim. Menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Men o'zimga ham qiziq bo'lgani uchun bu haqda ma'lumot olamizda. Hozir ruxsatini so'rab video olishga qaror qildim. Shu narsaga qiziqdim. Nima ekan bu? Fermerlarga juda kerak narsa bo'lsa kerak deb o'yladim. U poyez o'tsin qarang nari tarafda. Ovoz eshitilyaptimi yo'qmi? Fransiyadan. Bu seli mana bunaqa Uzumzor akalar. Bundan vino ishlab chiqaradi, yana bir nimalar maqsadda ishlatiladi. Mana. Hozir fermerdan mana bundan ruxsat so'radim akamizdan. Video olsam bo'ladimi dedim. Video olsam bo'ladimi dedim. Ha dedi. Qaranglar. Robot kelishini ko'ryapsizlarmi? Mana qo'lda pulti bor. Pultdan bitta nastroyka qilib sozlab qo'yibdi. O'zi borib kelib ishlayapti. Hozir aql ko'rsataman, yaqinroq kelsin. Bu nima vazifani bajaradi? Hozir o'zidan ham so'rab ko'raman, переводчик orqali gaplashib ko'raman, keyin sizlarga to'liq ma'lumotni ham beraman. Qanaqa robot va nima maqsadda foydalansa bo'ladi? Mana akalar keldi. 4 taraf sensor ekan. Bu qishloq tilida, o'zimizning tilda aytganda kultivatsiya qilar ekan. Tagini o'tlarini og'darib chiqar ekan mana. O'zi ko'tardi, mana yetib keldi. Qaranglar. Robotda o'zi aylanadi, qarang. It's automatic. Oui. Automatic. Boshqargan yo'q. Nastroyka bilan to'g'rilab qo'yibdi, bo'ldi. O'zi burilib qaranglar. Oldin kim eslasa, eshak bilan kachkalarda, tamakilarda kultivatsiya qilinardi. Xuddi shunaqa qilinyapti, mana qaranglar. Ko'rasizlarmi? Mana. Ikki tarafni o'tlarini olib chiqyapti bu. Tak chopib chiqyapti-da. Mana bu chopilmagan joyi mana. Olinmagan bu taraf. Bu tarafi olingan. Ketdi, o'zi borib shunaqa aylanib chopib kelar ekan. Qaranglar, u tepaliklar ham xuddi shunaqa ekan. Ketgan bu yo'q, gektarlab. Ishini ancha yengillashtiradi. Bu yerda traktor ham bor, traktor ham ishlayapti. Uning ichida lekin odam bor. Xullas shunaqa jaydaricha video bo'ldi akalar. O'zimizning qishloq fermer akalar ko'rsa buni maza qilib borsa kerak. Hozir so'radim. Bundan vino ishlab chiqarasizlarmi? Nima qilasizlar buncha uzun bog'da desam, qishloqda boshida bino bor, o'sha yerda vino zavod bor. Vino ishlab chiqaramiz, o'zimizni qayta ishlab eksport qilamiz deydi. Germaniyaga, Yevropa bo'ylab eksport qilar ekan. Xullas endi biz yo'limizni davom etamiz. Anaqaga borishimiz kerak, biz yuklashga borishimiz kerak. Bro, grazie. Thank you very much. Video olishga ruxsatini olib. O'zing ma'lumot bermaysanmi? Sen bilan video olsam, fransuzcha gapirsang ham mayli. O'zim fermat qilamiz desam, "Yo'q, meni tushirma, mayli, robot tushiraver" dedi. Mana fermerlar qanaqa mashina haydaydi akalar bu yerda. Как Range Rover. Birinchi opskalardan-da. Range Rovermi, shunaqami? Shunaqa emblema yopishtirib qo'yibdi. Aniq markasini bilmayman lekin. Oldida shunaqa emblema bor. Qoyil lekin. Yevropa barib Yevropada. Mana bu yer chopilmagani. Mana. Bu yog'i ag'darilmagani. Mana bu yer o'zi bo'lgan ekan mana. Qaranglar, tozalagan, o'tni tozalab chiqqan. Ko'ryapsizlarmi? Mana hozirgina bo'lgan ekan bu taraf.
Bu tarafi mana bo'lmagan hali. Farqini ko'ryapsizlarmi? Bu yer ham yashil, bu taraf o'tdan toza bo'lgan. Qoyil lekin. Gap yo'q. Yo'lda ketadigan joyimni ko'rib qoldim. Prosta sizlar bilan ulashkim keldi videoda. Ko'rsatkim keldi shu narsani. Yo'li yomon ekan bu joyda. Traktor chiqmay tur. Ha, mayli, chiqa qo'y. Bu yoqqa qarab bo'rilar ekan. Qishloqda boshida zavod bor dedi. Qayta ishlab chiqarib, o'zimiz vino ishlab chiqaramiz deb aytdi. Menimcha mana shu yer bo'lsa kerak. Ha, mana shu binoni ko'rsatdi. Mana o'ng tarafimizdagi bino zavod ekan. Qishloqda boshidagi debdi, mana shu bino bo'lsa kerak edi. Bu yog'i yana dashlik. Ketdi bu yog'i yana. Gektar. Uzun bog'lari. Ham qanaqangi apparatlari bor, hayron qolasiz. Mana bu yerda yana qanaqadir apparati bor. Bu dori sepyapti shekilli mana bu. Bu ham shu bog'ga dori sepyapti. Bu yerda ham shunaqa roboti bor ekan. Odam foydalanadi degan. Gap yo'q. Bunaqa poliyani Avstriyada ko'rgan edim o'tgan yili. Zavodiga borib Avstriyadan vino yuklagan edim. Buni videosini ham qo'ygan edim, kim ko'rgan bo'lsa. Bu Fransiyada. 1570. Mana bu zavodmikan? Mana bu zavod bo'lsa kerak menimcha. Ishlab chiqarish nima ekan bu? Ishlab chiqarar ekan. Boshqa narsa ekan. Tosh ishlab chiqarar ekan bu. Yo'lda o'rtasiga nima qilyapti endi mana bu? Yurgan to'xtaysanmi? Yuk tushiryapti shekilli edi. Akalar, navigator meni qanaqa yo'ldan olib kirib ketdi. Mollarni ko'ryapsizlarmi? Tabiat shunaqangi maza. Ha, baxki. Meni ko'rib hammasi "Mo" deb yopdi. Xullas, tabiatni ko'rsatyaptim akalar, yo'lni ko'rsatyaptim, tabiatni debman. Qanaqa yo'lga olib kirib qo'ydi, qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Natsionalkadan kelyaptim, dishka ko'chani ham dishkasiga olib kirib keldi. Hozir telefondan o'zim chiqib ketishga harakat qilaman, qaranglar. Umuman yengil mashina sig'maydi ikki tarafdan ham. Hozir agar birdan uy kelib qoladigan bo'lsa yoki risk pоворot keladigan bo'lsa, sig'may qolaman. Oldinda men nima kutib turibdi bilmayman ham. Hozir Fransiyada mana akalar, Fransiyaning mollarini qarang. Maza qilib erkingina yuribdi. Bu yerda oqlari ham bor. Mashinani zavod qilib video olsam ovozi ham yozilib qolishi mumkin edi. Shuning uchun o'chirdimdagi mana mollarning ovozi bilan tabiatning ovozi boshqacha bo'ladi-da. Yo'l-yo'lakay shunaqa manzarali joylarni videoga olib sizlarga ko'rsatay dedim. Va mana bu navoz lekin boshqacha navoz ekan lekin qarang. Ko'rasizlarmi? Buqa ekanda, haqiqiy buqa. Orqasidagilar buqachalari.
Hozir ketguncha yo'lga qo'yib qo'yaman kamerani. Laboyda ozgina tozalashim kerak. Pashshalar, chivinlar o'lib, rasos chiqyapti. Qishloqda ichi bo'lgani uchun umuman serqatnov deyarli mashina o'tmaydi bu yerdan. Bitta men o'tyapman. Shuning uchun yo'lni ustiga bemalol to'xtab video olyapman. Ketamiz endi. Syomka qilib olay degandim. Prosta manzarani tomosha qilib ketaylik akalar. Mana shu yerda ozgina dog'cha qopti o'ynadi. Necha? Sekin-sekin yuraveramiz. Hali manzilgacha 130 kilometr bor-da. 130 kilometr bor. Lekin meni mana shunaqa kichkina ko'chalarga boshqarib ketdi navigator. Fransiyada ko'pincha yo'lni belgilab beradi-da bizlarga. Mana shu yo'ldan yur deb. Katta avtobandan olib bormaydi-da. Kichkina avtobanga olib boradi. Natsionalkalardan Через 1 километр поверните налево. 1 kilometrdan keyin burilib olyapti. Jinni qoldi navigator. Agar qalin joyga kelib qolsam, burishga ham iloji yo'q, oxiri yo'q ko'chaga kirib qolsam, shuncha yo'ldan orqa bilan qaytib kelishga to'g'ri keladi. Bunaqa bo'lmasin. Yo'limiz sovib o'tib ketamiz. Volves degan suv bor Yevropada. Suv zavodi bor. O'sha yerga boryapmiz hozir. Suv ortishim kerak ekan, zagruska qilishim kerak ekan. Aylanma yo'lchalar. Xullas, o'zimizga bitta flansh stop, navigator qo'yib olganimiz yaxshi. Mana mashina ham kelyapti. Yurishimiz kerak endi biz. O'taq. Endi biz o'tamiz. Bismillah. Mana shunday. Orqaga qaytib olyapti bu chinni navigator. Shaharchani ichidan o'tyapman. Navigator yana jinni qo'lyapti. Aylanib o't. Yoqqa bor deyapti. Bitta joyga to'xtashimiz kerak va yarim soat pauza qilib olishimiz kerak biz. Mana akamiz to'xtaydigan joy topibdi. Biz ham xuddi shunday bironta to'xtaydigan joy topsak, yarim soat pauza qilib, obed qilib, yana yo'limizni davom ettirishimiz kerak. Tabiatni qarang go'zalligini.